Qarıqda eli dehqonlari hökumatga topshiradigan g'alla-baroq oshliqini alvon yoki usul deb atagan edi. O'tmishning ashu qora kunlarida yilda-yilga ig'irlashayotgan alvon daslidan hisobsiz so'riqchiliklarni tatgan dehqonlar oxiri kelganda qozon qumush, ostiq solgan tegiz bechaklarini setib, alvonni tugitalmay har tarafga sarsam bo'lib ketgan. Alvon usul naqshi ana shu kulfatlarning xotirasi bo'lib, xalqimiz orasida hozirgacha aytilib kelmoqda. Alvan solum tola kuyaydı sevmek işim yok ayar bu sol koymisam tiriklikte işim yok ayar Akşimi yatar çağda sallarga Gizkini ayar can din ötüp gitti ey zalimlerin kılgını ayar bu can din ötüp gitti ey zalimlerin kılgını ayar